yaxshi ko'rgan qayinsinglim yaqinda 21 yoshga to'ladilar. Hozir Turkiyadalar. 2-fevral kuni uchib keladilar. Shungacha yasab bera olasizmi? O'sha ro'molingizni menga tilla rangidan yasab bering, juda ham chiroyli chiqibdi deb mana bitta mijozim yozib qoldilar. Shu oldin zakaz olaman, 12-fevralga ulgurmayman desam, iltimos qilib bering. Shu narsangiz juda ham yoqdi. Ularni juda ham xursand qilgim kelyapti. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman dedilar. Keyin men mayli xo'p deb yasadim va juda ham chiroyli chiqdi. Unga qo'shib to'xta, men yana yengillik qilay deb shunaqa yubka variantini ham yasadim. Qizlar juda ham chiroyli. O'zbekistonga buni sotishni men kirgizdim desam yolg'on bo'lmaydi. Agar sizga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol menga buyurtma berishingiz mumkin. Shunaqa sumочка ham yasadim. Agar yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, yaqinda Ramazon oyiga ochiladigan prof kursimga yoziling. Prof kursda 35 dan ortiq sifatli videolar, kurs haqida profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling. Videoni esa qayinsinglisini shunaqa yaxshi ko'radigan kinoyilarga jo'natib qo'ying. Menga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida izohlarda yozib qoldiring.